Assalomu alaykum aziz podpisчиклар. Bu videoni fermerlarga yuboringlar. Fermerlarga bir manfaatli bo'lgan bir sotiladigan bir mashina chiqaramiz. Nov mashina deysizlarmi? Shu videoga like bosinglar, ko'rasizlar. Traktor T150 degan mashina, eski tilda aytilganda balakasini sotib deb aytiladi ekan. Shu sotiladi yana. Agar shuni mashinalar traktor kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu ekrandagi nomerlari pog'onaverasizlar. Tak, bu 90-yil ekan. Motorlar ham remont bo'lib turibdi ekan. To'g'ri gazga bosib ishlash kerak ekan bunda. Saqqani uraveradi u. Rasxoti yo'q ekan. Balon sostenalari ham normalniy. Yana bir qadar ko'rishtirgan ekanmiz balonlarni. Bir kilometrlardan yandı ya. Vallahi sıra. Sesler, motor seslerinden özel iştizde çok kimmen bir ne yok. Özellikle gazını basıp pulunu taptırabilirsiniz. Ha, yine bırak görüşten yani bu ustalar beraber fermerler düşünüyordu mu? Usta adamlara göre de. Bir kere durmandan yanıp tuttu. Bilmem azar vermedi. Doğru basıp bir şey verdiler. Tak, esasen aladığım bir fermerler olamı. Şimdi katta maşınlar alıp satıladigan bıratlar olamı şug'ullanadigan. Bemalol şu ekrandan nomerlar telefoninglar. Şu nomeringizni ham aytib bering aka. 93'lik 041 4841. Nomeri uringlar, ekrandan yozib qo'yaman. Urib gaplashavarsizlar. Narxi 70 milyon so'm deb turibdi. Yana 1-2 so'm qaytib bo'lar xudo xolasa. Realni olaman da. Motoram bor. Ya 70 milyon so'm motorni setamiz uni. Qo'shib beramiz, ay. Ana motor Toza qo'yilgan, val uzgan, prosta gizaporchalari toza. Ha. Gizapor. Keyinda skiri beli bor, doполнительный lopatkasi bor. Unda plakada tutadi. 5 korpus olgan plakada. Ha. Yana bu skiri bel degani yine balonlari merak etdim. Aha. Balonlar yine normal sosteniyada, yine balonlar normal sosteniyada рабочий. Acayip chiroyli balonlar ham. Keyin skiri bellar ham hammasi рабочий ishlab turibdi. Doğru kelib turadi, haydab ketaveradi. Hammasi ishlab turibdi. Shunda bu skribili, plaka, eldinda lopatkasi, hammasi 70 milyon içindami shunda? Qo'shimcha motor ham bor. Qo'shimcha doполнительный motorni ham qo'shib beramiz deb turibdilar. Bir bor qo'yib bersa bo'ldi, to'g'ri ishlab turibdi. Ondan bakamayınca normalde baka olsa gerek. Komentarda yazıp ketinglar. 8 stoytma, ne stoytma. Lekin basveradigan yerda bo'lamiz. Mana bundan qo'ygan bor ekan. Buni ham beramiz deb turibdi. Polni ishlab turgan narxi, to'g'rimi? Shuni ishlarni aytib. Skiri belni yozdirib qo'yadi, paloqqa qistiradi, xalosa. Lopatkani tushiradi, ishlayveradi. Vallahi. Esas sırada havalaşıp şu maşin gerekli adamlara jo'natinglar, fermer danışlarsa atıp tasanglar videonu. Like bas, yerden çıkmasın. Hemen görürüm.